bu ayolga обязательно bepushtlik deb diagnoz qo'yiladi va bu ayolda na ego, na davolash yordam bermaydi. Balog'at yoshiga yetgan 18 yosh qizda qin ham yo'q, matkasi ham, tuxumdonlari ham yo'q. Aziz ayollar, menstruatsiyamiz 23 yoshda kelmaydi. Menstruatsiya 15-14 yoshdan boshlab keladi. Nimaga so'ramadingiz desam, turmushga chiqqanda o'zi keladi deb aytishdi deyishyapti. Bunda homilador bo'lmaydi u qizni turmushga chiqarsangiz. Bu degani sizni problemangiz 2 marta ortadi degani. Keyin menstruatsiya sikli buzilishi turmushga chiqqandan keyin bepushtlikka olib keladi. Matkani boya aytganimdek, genital infantilizm, ya'ni детский matka 2-3 darajasi bo'lsa, menstruatsiya kelmasligi mumkin. Shunda ham homilador bo'lmaydi. Matkani razmeri kichkina-ku. Homilador bo'lish, uni balani o'stirish uchun matka o'sish kerak-ku. Oxirgi 2 yil ichida mana shunaqangi holat menda 3 marta ko'rindi. Lekin bu 2 yil uchun bu 3 martagi 3 ta bemorda xuddi shu holat bo'lishi bu ko'p. Mana shunaqangi holatlarda eng achinarlisi bu ayolda. Bu yosh qiz 3 kungina bo'lgan turmushga chiqqaniga, yosh kelinchak. Demak, turmush o'rtog'i bilan kelyapti. Shu to'ydan keyin birga bo'lisha olmaganligiga shikoyat qilib kelishyapti. Tekshirib ko'rgan paytimizda vлагалище, qin deymiz o'zbekchasiga, na qin bor bu qizda. Balog'at yoshiga yetgan 18 yosh qizda qin ham yo'q, matkasi ham, tuxumdonlari ham yo'q. Bu holatni achinarli holati bitta emas. Yana bir holatimizda esa bu qiz turmushga chiqmagan, lekin 23 yoshga kirgan qizni turmushga chiqmagan onasi olib kelib ko'rsatishyapti menstruatsiya kelmaganligidan. Odatda aziz ayollar, menstruatsiyamiz 23 yoshda kelmaydi. Menstruatsiya 15-14 yoshdan boshlab keladi. O'sha paytda nima uchun kelishmagan? Nima uchun kelinga keladigan bo'lsak, nima uchun to'ydan oldin tekshiruvdan o'tishmagan? Shuncha shikoyatlarni to'ydan oldin bilishardi-ku. Mana shu qizimiz 18 yoshgacha men so'ragan paytimda bu qizda kelinchakda umuman menstruatsiya ko'rishmagan. Onalari bilishgan, lekin aytilmagan. Men maslahat berardim, shu turmushga chiqmasdan oldin tibbiy tekshiruv bor-ku. Shundan to'liq tekshiruvdan o'tsa, qiz tomonga ham, yigit tomonga ham yaxshi bo'lar edi. Eng asosiysi shu balog'at yoshiga yetayotgan umuman qizi bor ayollarda, onalarda maslahatim bor edi. Shu qizi bor onalar обязательно qizini menstruatsiyasi vaqtida kelyaptimi, qanaqangi rivojlanyapti, e'tibor bersalaring yomon bo'lmasdi. Chunki hammamiz bilamiz, baribir balog'at yoshiga yetgandan keyin turmushga chiqadigan payt kelganda uzatganingizda mana shu problemalaringiz sal kamroq bo'lar edi. Maktabda masalan sizlarda tibbiy tekshiruvlardan o'tishadi-ku, majburan o'tkazish kerak. Masalan, o'sha paytda qochadi qizlar. Yo'q, unaqangi qilish kerak emas. Mana shularni bu tibbiy madaniyatga kiradi, oddiy qilib aytganda. Bu degani kimlardir yoki qo'ni-qo'shnilardan hijolat bo'lishadi yoki kimlardir menstruatsiyasi kelsa ham bir marta kelinadi. To'g'ri, birinchi marta kelganda menstruatsiya qiz bolada 14 yoshda kimdadir 13 yoshda kelishi mumkin. Shu paytda kelgan paytda birinchi martasida keladida, keyin 5 oy 6 oygacha yo'q bo'ladi. Bu normal. Shunaqa keyin o'zi tiklanib ketadi. Gormonalni shunaqangi zboy bo'ladi organizmda, keyin sekin tiklanib ketadi. Lekin shu paytda ham bu norma ekan. E'tibor bermasak bo'laveradi degani emas-da. Kelish kerak. Agar ginekologni konsultatsiyasiga yozilib, o'zi qilinib ko'rsatish kerak. Yana aytayapman, e'tibor bermasdan hech qanaqangi bu hali kichkina, katta bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Keyin turmushga chiqqanda menstruatsiyasi keladi. Men shunaqa narsani ham ko'rdimki, ana shu 23 ga kirgan qiz onasi bilan kelyapti-da, menstruatsiya kelmagan. Nimaga so'ramadingiz desam, turmushga chiqqanda o'zi keladi deb aytishdi deyishyapti. Uydagi bujonlar yoki onalari hech qachon boshida kelmasa menstruatsiya 23 yoshgacha kelmaganda turmushga chiqdi degani menstruatsiyani keltirib beradi degani emas-da. Bu ozgina shu nimalarda endi o'zimizda tibbiy madaniyatni jindaygina oshirishga to'g'ri keladi.
keyin qizlarimiz agar mabodo onalariga yashirib, endi to'g'ri ko'pchilik hijolat bo'ladi, bizning o'zbekchilikda bor narsa. Aytishmasa, обязательно mana maktablarda hozir shunaqa yaxshi narsa, yaxshi yo'lga qo'yilgan tekshiruvdan o'tkazib turiladi. Ya'ni maktabdagi qizlarimizni o'ziga tushishadi. People o'sha maktabda o'zida masalani. Shunda qochib ketishni keragi yo'q. Uyalishda ham keragi yo'q. O'zi qilingan paytda agar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zi qilgan vrach albatta aytadi. O'zi yozib ko'ringin, ginekologga ko'ringin deyiladi. Shunda ota-onalarga aytardimki, men yana bitta maslahat. Onalari o'zi qildik deb kelishsa, nima qildilar, nima deyishdi? Ko'rinish kerakmikan deb. Bu ona doimo balaga, ayniqsa qiz balasiga yaqinroq bo'lish kerak. Sirdosh bo'lish kerak-da. Haliga vaqti kelganda o'rtoqdek gaplashish kerak. Ona bola. Vaqti kelganda sirdosh bo'lish kerak. Shunga yoshligidan o'rgatish kerak. Mabodo qanaqadir xo'p dadasiga yoki akasiga borib aytmaydi-ku. Shunaqangi paytda kelib menga aytgan deb ona o'rgatish kerak qiziga. Chunki hozirgi paytda ayniqsa qizlarda mana shu menstruatsiyani buzilishi, faqatgina qon yoki bachadonni bo'lmasligi, keyin yana bundan tashqari bachadonni razmeri juda kichkinaligi. Buni hisobiga ham menstruatsiya kelmaydi. Bu genital infantilizm deymiz. Biz birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalari bo'ladi. Xo'p, birinchi darajasini davolashimiz mumkin, lekin ikkinchi, uchinchi darajasi bo'lsa, bu degani oddiy qilib xalq tilida детский matka deyshadi. Bunda homilador bo'lmaydi, u qizni turmushga chiqarsangiz. Bu degani sizni problemingiz 2 marta ortadi degani. Shuning uchun turmushga chiqarmasdan turib tekshirib ko'ringlar. Shuni bilasizlar. O'sha nima problemasi bo'lsa, shuni yoshligidan qiz balaga shu onasiga yaqin bo'lishini o'rgatishimiz kerak. Bunaqa narsalarda katta mas'uliyat tushadi. Shunaqa katta onalarga mas'uliyat. Asosan qiz bola onasiga yaqin bo'lishi kerak. E'tiborli bo'lishi kerak. Ona e'tiborli bo'lishi kerak. Agar ona e'tiborli bo'lmasa, keyinchalik bu narsa yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi-da. Albatta, hozir aytgandek, matka razmeri kichkina bo'ladigan bo'lsa, agar 2-3 darajasi bo'ladigan bo'lsa, unda homilador bo'lish juda ham qiyin masala. Shuning uchun o'sha turmushga chiqqungacha bo'lgan vaqtda kerakli tekshiruvlardan o'tib, ya'ni konsultatsiyaga kelib, ginekolog konsultatsiyasiga kerakli tekshiruvlarni yozishadi. Shunda o'sha gormonlarini to'g'rilab olinsa, o'sha matkani razmerini o'stirib olinadi va turmushga chiqishga tayyorlanadi shu qiz. Hozirgi vaqtda juda ko'p uchrayapti mana shunaqangi ko'p uchrayapti. Детский matkalar ham juda ham ko'p. Haqiqatda bu детский matkalar ilgarigi paytda juda bunchalik ko'p bo'lmagan. Lekin oxirgi paytlarda balkim klimatda o'zgarishi, balkim mana bu ximikatlar, balkim internetda orqasidan. Chunki bularda hammasini haqiqatda ko'pincha ota-onalar, men shunga ham bog'layman, ota-onalar qizlarini, balalarini, o'g'liymi, qizimmi tashab tashqarida chet davlatlarda ishlashadi, to'g'ri. Lekin bular qarovsiz qolganidanmi, internetda hisobiga ko'p narsalar ochiqcha bo'lib ketadi-da. Jinday erta yetilish davri bo'ladi. Gormonal narushение, shuni hisobiga kistalar, tuxumdonlar kistasi, polikistozlar masalan, xuddi boya aytganimdek, bir marta menstruatsiyasi kelsa, bu 6 oygacha norma ekan degani emas bu. Balkim polikistoz boshlangandir u qizda. Ko'rish kerak. Yana o'shani holda aytayapman. Qiz bolada xuddi erkaklarga nisbatan tuklari kam bo'ladi. So'rash kerak. Nimada, masalan, son qismlarida, ko'krak qismlarida o'sha ona yaqin bo'lganligi uchun ko'rish kerak qizidan. Agar shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, e'tibor berish kerak. Bu degani muskul gormon, ya'ni testosteronda oshib ketganligidan darak beradi. Oshib ketsa nima bo'ladi deyish mumkin. Oshib ketsa keyinchalik menstruatsiya sikli buziladi. Va обязательно bu keyin menstruatsiya sikli buzilishi turmushga chiqqandan keyin bepushtlikka olib keladi. Bitta savolim bor edi. O'zi normada menstruatsiya necha yoshdan va necha kun davom etishi kerak? Menstruatsiya 12-13 yoshdan boshlab keladi. Ba'zi birlarda 11 yoshdan ham boshlab keladi. Menstruatsiya normada bir haftagacha normada keladi. Yoshlik paytida ko'pincha menstruatsiya yosh qizlarimizda yangi boshlanganda shu 7 kun kelishi mumkin. Bu degani ko'p, demak bunda ham ko'p kelishi kerak emas, oz tomchilab ozgina kelishi ham kerak emas.
menstruatsiya kuni odatda 21 kun, 28 kunlik, 30-35 kunlik bo'ladi. Undan kami va undan ko'pi demak gormonal narushение hisoblanadi. Keyin mana bu oyda 2 marta ko'rishlarda u naslga ham bog'liq bo'lib qoladimi? Bu odatda gormonal narushение ko'pincha masalan oyda 2 marta ko'rishi menopauzaga yaqinlarda ham ko'p uchraydi. Bunda klimaks boshlanganligini hisobiga bo'lishi mumkin. Обязательно gormonal disbalans, ya'ni gormonal narushение deymiz. Shu organizmda gormonlarda, ya'ni istrogen gormoni ko'proq bo'lib ketganda shunaqangi holat bo'ladi. Yoki endometrioz yoki adenomioz kasallik. Lekin bu kasalliklarda tagida обязательно o'sha gormonal narushение yotadi qizlar. Mana shu 23 yoshdan keyin ko'rganlari shunaqangi holatlarda ko'rmay yurganlar qanaqangi lechение qilish mumkin? Birinchi o'chiratda demak konsultatsiya qilinadi, ko'riladi, tekshirib ko'riladi. Tashqi jinsiy organlar rivojlanganmi, yo'qmi? Bundan tashqari UZI, kerak bo'lsa MRT, органов малого таза deymiz, ko'riladi. Обязательно vлагалище, qin bormi, yo'qmi? MRTda ko'rinadi hammasi qizlar. Matka bormi, razmerlari qanaqa, tuxumdonlar qanaqa va обязательно gormon analizlar topshiriladi. Gormonal analizlar tekshirib ko'rilgandan keyin undan keyin kerakli maslahatlar beriladi. Bu normaga tushib ketadi keyin. U holatiga qarab turib bo'ladi qizlar. Balkim matkani boya aytganimdek genital infantilizm, ya'ni детский matka 2-3 darajasi bo'lsa menstruatsiya kelmasligi mumkin. Yoki prolaktinoma degan o'sma biz bor, onkologiya, o'sma. Onkologiya deganda faqat xavfli o'smadan tushunmaymiz. Bosh miyada organizmda shu qizda prolaktin gormonini постоянно oshiq bo'lganligi hisobiga shu gormonni hisobiga o'sma o'sib chiqadi. Demak, bu ham MRT qilganini hisobiga tekshiruvlarda orqasidan kelib chiqadi. Lekin mana shu tekshiruvlardan o'tkazib agar normada bo'ladigan bo'lsa, menstruatsiyani vaqtida o'sha gormonal balansda to'g'rilagan paytda menstruatsiya tiklanishi mumkin. Yana o'sha har bitta kasalda individualni ko'radi. Agar shu ayolda matkasi bo'lsa va vлагалище qin bo'lsa, agar mabodo qin yoki matka bo'lmaydigan bo'lsa, buni tiklashda iloji yo'q. Faqatgina vлагалищeni qinda yasash mumkin. Buni ichakdan olib yasaladi va bunda menstruatsiya sikli tiklanmaydi, matka bo'lmaydigan bo'lsa. Faqatgina shu er bilan yotish uchun keyinchalikka agar turmushga chiqib bo'lgan bo'lsa, oldindan aytilgan, kelishilgan holda turmushga chiqsa, shu holatga yordam beradi xolos. Bunda shu operatsiya yo'li bilan qin tiklanadi, qin yasaladi. Lekin homilador bo'la olmaydi. Agar matka bo'lmaydigan bo'lsa, homilador bo'lmaydi. Qin bo'lmagan paytda matkada masalan genital infantilizm 2-3 darajasida menstruatsiya kelishi mumkin. Tomchilab kelishi mumkin. 3 oyda bir marta, 6 oyda bir marta, lekin razmeri juda ham kichkina. Bunda bu menstruatsiyasini ozgina bo'lsa ham tiklashimiz mumkin, lekin 100% emas. Shunda ham homilador bo'lmaydi. Matkani razmeri kichkina-ku. Homilador bo'lish. Uni balani o'stirish uchun matka o'sish kerak-ku. Razmeri juda ham kichkina bo'lib, o'smaydigan bo'lsa homilador bo'lishi juda ham qiyin masala. Lekin birinchi darajasida homilador bo'lishi mumkin, menstruatsiya vaqtida kelishi mumkin, tiklanishi mumkin. Bemalol o'sha 9 oygacha homilasini ko'tarib, bemalol tug'ishi mumkin. Agar genital infantilizm birinchi darajasini yaxshi davolasak. O'z vaqtida ko'rinishsa.